1923-yilda ishlab chiqarilgan. Yangi 12simiz. Salonlari ham anjiq mana. Salafallari yechilmagan hali. Aka xonim sizga yomon narsani ravo ko'rmayman. Qop-qora rangda 12s. Maza qilminasiz. Qancha dedingiz buni yilini? Bu yili 23, 20 ming yurgan. Narxi qanchaga berasiz? 13400 deyapmiz, ozgina kami bor. 13400 kami bor ekan. To'rtta yumshoq balonlarni qo'yib qo'ygan. Masla maza qilib minasiz. Kelaverasiz mana Andijon mashina bozorida, Andijoncha obzorda arzon mashinalarni ko'ramiz. Telefon raqamini aytib qo'ying aka bunga. 93lik 910 0660. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Akamizning ikkita ekan 12simiz mana. Bu ham qop-qora rangda, tonirovkalar rulga. Necha dedingiz buni yilini? Bu 6-paysi 23 yili. Tonirovka ruxsatnomalari bor, kraskasi toza, antiradarlari bor. Buning narxi qancha? Buni 13700 deyapman, ozgina kami bor. Kami bor ekan, to'rtta yumshoq balonlari bor, benzin. Propani bormi yo'q? Hozir propani qo'yilmagan ekan, o'zingiz qo'yib olasiz, mehr berasiz-da. Aka xonim, mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Hozirgi aytgan 12simizni raqamlariga aloqaga chiqib, o'sha akamizdan olaverasizlar. Sparkimiz bor ekan. Mashina yaxshi holatda. To'rtta yumshoq balonlari bor mashinani. Mashinani salonlari ham yaxshi holatda ekan mana. Qancha aka buning narxi? 72 yilda kami bor ekan. 72. Yili 19 kraskasi toza, 101 ming. Variantga bormi? Variantga ham kelish olamiz. Bitta telefon raqamini aytib qo'ying. 50lik 011 3093. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Mokri yangichasi Spark. Andijon mashina bozorida. Andijoncha obzor YouTube kanalini kuzatinglar, mana obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r videolar joylab boramiz. Mashina bozorida Spark oppoq rangda. To'rtta yumshoq balonni qo'yilgan ekan mashinaga. Mashina yaxshi holatda. Mashinamiz salonlari ham yaxshi holatda ekan. Necha dedingiz aka yilini? 12. 12 qancha yurgan? 390 ming yurgan. 390 ming yurgan ekan mashina. Kraskalari bormi? Kraska kapotsiz bor. Uncha petnolari bor ekan. Nech pulga berasiz aka buni? 5 ming o'tib beradi. 5 ming o'tib berilar ekan. Bitta telefon raqamini aytib qo'ying. 97lik 360 22 30. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar Andijon mashina bozorida. Aka xonim sizga arzonlangan mana mashina bozoriga kelaverasiz. Oppoq rangda Spark. Mashina bozorida Mix молочный rangda Matizimiz 2010 metani ham bor ekan. Mashinani 3000 kami bor. Kraskasi 15% deyapti, uncha petnolari bor ekan. Mashina yaxshi rangda. Balonlari ham to'rtta yumshoq balon qo'yilgan ekan. Mashinamiz salonlari ham yaxshi holatda. Aka xonim sizga yomon narsani ravo ko'rmayman, kelaverasiz mana. Andijon mashina bozorida. Mashinani olish uchun 88lik 111 20 28 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimni olimda. Lacetti 170 ming yurgan 2012-yilda ishlab chiqarilgan mashina Andijoncha obzor kanalida ko'rasiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shulka, pomni. Propani bor ekan. Tabletkada. Pomni tomigacha shulka. Hamma yo'g'i bor. Nomimda bir qo'ymaydi. Kraskasi qayerda bor? Petnolarda bormi? Sabirchoq bor xolasmi? Sabirchoqlar. Maytda bor xolos. Mejigar, stop start hamma qo'yilgan. Mashinamizga to'rtta yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda. Andijon mashina bozorida. Lacetti mashinalar izlaganlar uchun. Qanchaga berasiz aka buni? 7000 chi tushib beraman aka. 7000. Telefon raqamini aytib berasiz? 91 mana aka. 6
91lik 609 06 86 raqamiga o'zini nomidagi aloqaga chiqaverasizlar Andijon mashina bozorida.